ishdan charchab keldik, hojatxonaga shuni kiraman siz. Hidi shuni urdi-yu. Hidini yo'qotishdan nima qilayotgan deb o'ylanyapsiz. Bundan keyin chorasini topib olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, Rossiya mahsuloti, O'zbekiston mahsuloti, Rossiya mahsuloti. Xo'p, bu 100% hidini yo'qotadi. Hojatxonangizni 50-60% kamaytirib beradi. Bu nima deganingizga biobakteriya. Biobakteriya bo'ladi. Xo'p, bularga qanday hojatxonalarga bo'ladi deyganlarga tagi betonbaz, zagjoybaz, xo'p, betonbaz, keyin qanaqa hojatxonaning yonida ko'p odam ariq qiladi. Arig'i yo'q joylarga bo'ladi. Xo'p, buni qanday tayyorlaydi? Buni narxi qanaqa? Bu o'zi qanday ish beradi, hammasini to'liq tushuntirib berib o'taman. Xo'p, 10 litrli baglashkani olasiz. 10 litrli baglashkani olasiz. Misol, sizni hojatxonangiz kubasiga qarab olaverasiz. Misol, hojatxonangiz 2 kubadir, 3 kuba. Kubani misol tushuntirib berganda 1 eni chuqurligi 1 kuba hisoblanadi. Chuqurligi 3 metr, eni 1 joy 3 kuba. Unga 4 ta tashlasangiz bo'laveradi. Kam tashlasa bo'lmaydi, ko'p tashlasa bo'laveradi. Sabab yaxshiroq ish beradi. Xo'p, agar qanday tayyorlaymiz deganda 10 litrli baglashkani olasiz. Alistondan suvni olib aka, hammaning uyida termometr bo'ladi. Misol ko'p odam 20-25 gradusda qanday tayyorlashni bilmaydigan odamlarga-da, qanaqa endi uni qanday bilib olaman degan odamlarga. Xo'p, olsangiz, to'ldirasiz, qopqog'i обязательно ochiq holatda bo'ladi. Termometrni olib 25 gradus suvni o'sha termometrni ko'rsatadi. Keyin olasiz, ichini ochib turib, solganingizdagi 10 soat qo'yib qo'yasiz. Qanday? Tayyorladingiz, 10 soat salqin joyga qo'yib qo'yganingizdan keyin, xudo xohlasa 10 soatdan keyin olib kelib to'kib olasiz. 3 kun davomida hidini yo'qotadi. 2 oy, 3 oy davomida sekin-sekin pasaytiradi. Bu narsani misol qo'llanmasi ham yo'q, ham o'z korobkasi yozilib bo'ladi. Ham o'zimiz ko'rsatib, tayyorlab, chiroyli qilib beramiz. Faqat bitta narsa, olingandan keyin to'g'ri tayyorlanishi kerak. Dastavkasi qanday bo'ladi deganlarga. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Tuman markazlariga, qayerga misol qaysi viloyatda bo'lsa, Surxondaryo, Denovda yashasa, Surxondaryo, Denov sentrga yetkazib beramiz. Misol Farg'onani Va'dilida bo'lsalar, Va'di tuman, sentr o'sha tuman markazlariga yetkazib beramiz. To'liq ma'lumot bo'ldi deb umiddaman. Tushunmagan narsalaring bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.